Hammaga assalomu alaykum. Домашний проектор. Mana shuni maydagina korobka. Buni ichini ochganimizdan keyin xuddi mana shuncha kichkinagina proyektor, komplekt, только питание kabel, можно наушник и усилитель qo'shsa bo'ladi. HDMI kabel и USB fleshka. Fleshka hozir hech kim ishlatmaydi. Mana bu yerda regulirovkasi bor. Mana bu bitta lupasini xira ro'shan qilib turbinga o'xshab regulirovka qiladi. Hozir buni qo'shamiz. Mana pulti bor. Pultidan ham qo'shsak bo'ladi. Orqaga knopkasi bor. Knopkasidan ham qo'shsak bo'ladi. Mana svet yoniq. Qo'shilishini ko'ramiz. Hozir bu prosta xonam bardak. Bu egri turibdi. Bitta joyga qotirib, ekran regrovkasini qirib olinadi. Patolog ham qotirsa bo'ladi shtativga. Mana bu yerdan soya tushyapti, narsalarga tegib, bizga unisi mushohid qilmaydi. Pultidan davay. Через Bluetooth kolonka bo'lsa, kolonkaga o'rnatsa bo'ladi. Set и Wi-Fi. Wi-Fi mana qo'shamiz. O'zi qo'shilgan ekan. Bir marta qo'shib ko'rganman-da, test uchun. Endi dalshi bizga kerak bo'ladi YouTube только. YouTube'ga kiramiz. YouTube'ga mana endi bitta moment svetni o'chiramiz. Svetni o'chirganimizdan keyin salgina normallik ko'rsatadi. Agar salgina xiraroq ko'rsatsa agar mana bu yerdan burab regrovka qilib tiniq ro'shan qilib olsak bo'ladi. Buni hozir qilib ko'rsataman. Svetni o'chiramiz. Ovozi ham juda yaxshi. Mana xira bo'ldi. Проехаться по континентам, движущимся навстречу друг другу. Повстречаться с динозаврами-убийцами. Mana shundoq regulirovka tiniq. Normalroq video qo'yib ko'ramiz. Polностью regulirovkadan keyin xuddi mana shunaqa oladi. Ekranni qancha kengaytirmoqchi bo'lsangiz, proyektorni devordan shuncha uzoqlashtirishingiz kerak. Mana yaqinlashtirsak kichik bo'lib boraveradi, uzoqlashtirsak katta bo'lib boraveradi. Ovozi normalni. Play Marketdan hech qanaqa igra saqlanib qilish qiyin. Birinchi o'ringa Google account saqlanib qilish kerak. Только доступni o'zi uchun kino kontent shunaqa narsalar. Igra только PlayStation qo'shish kerak bo'ladi. Prosta tak reklamaman qo'shib ko'rdim. Bunga DVD o'zimizdan uni tunnel ulashga mana bu HDMI ga kiramiz. Hozir bizga net signal deb turibdi. U uchun bizga nimalar kerakligini hozir men sizlarga ko'rsataman. Shu DVD yoki bo'lmasa DVD hozir hech kim ko'rmaydi. Tunnel qo'yish uchun hozirga nimalar kerakligini ko'rsataman. Bizga kerak bo'ladi xuddi mana shu narsa, mini degan narsa. HDMI kabel, bu kabel. Xuddi mana shu joyga kiradi. Keyin PlayStation tunnel, DVD даже любой xuddi mana shu noxayn signal qabul qiladigan narsalarga tushadi. Mana bu yerga anasi bor 720 1080 format. 720 yani hozir hech kim ko'rmay qo'ydi. 1080 ham o'sha 4K bo'lib ketgan.
Mana bu pitaniyaga turish kerak обязательно. Pitaniya bo'lmasa ishlamaydi. Mana buni просто tak kabelni sotyapti. Bir tomoni HDMI, ikkinchi tomoni shunaqayin uni olib ko'rdim, ishlamadi. Только mana shu mana yaqinroq ko'rsataman, yozib olib internetga ko'payib ketgan olishlaring mumkin. Bu kabelni hamma biladi. Mana bu kabelni ham ko'rsataman. Xuddi mana shu naqa kabel kerak. Keyin o'zi bu yerini hamma bilsa kerak. Xuddi shu narsalar bo'lsa, bemalol PlayStation, tunnel, televizor любойni ko'rsa bo'ladi. И вообще нормально. O'zini narxiga arziydi. Netflix только платный подписка просто так ko'rsatmaydi. Rossiyaga вообще ko'rsatmaydi.